to'g'ri, buni to'g'ri javob berdim. Voy, eshik taqillayaptimi? Xo'sh, kim ekan? Hozir eshikka qaraylik. Xo'sh. Mer kelibdimi? Yo, what? Mayli, oldiga chiqamiz. Yo, assalomu alaykum. Mer janoblari. Sen do'konni tugatdingmi? Ha, umi. Bitay deb qoldi. Do'konni tezroq tugatishga harakat qil. Ancha vaqt o'tib ketdi-ku. Ha, bugun bitkizib qo'yaman. Mer ham kelib ketdi. Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Kanroja. Ko'rganinglardek, hozir bizni Mer oldimizga kelib ketdi. Ya'ni do'konni ta'mirlash borasida. Hozir, ya'ni bugun biz sizlar bilan mana shu bizni o'zimizni do'konimizni ta'mirlaymiz. Undan oldin esa men narsalarimni olib chiqaman. Adashmasam mana shu yerdagi. Ha, to'g'ri. Menga doimgidek bolta, kirka va qolgan asboblar kerak bo'ladi. Hatto kraska ham. Xo'sh, olamiz. Napatkani ham olamiz. Qani ketdik. Pulni bu yerga qo'ymaymiz. Mana bu yerga pulimizni qo'yib qo'yamiz. Okey, ketdik. Xo'sh, men bu yerlarni to'g'rilab qo'ydim. Endi biz hozir do'konning ichiga narsalar qo'yib chiqamiz. Xo'sh, bu yerda emas. Mana bu yerga eshik va bizni aytgandim. Buni bu yerga qo'yamiz. Eshiklarni esa o'z joyiga qo'yamiz. Bo'p, mana. Ajoyib. Endi esa biz ichkariga narsalar qo'yish uchun javonlarni taxlab chiqamiz. Qani ketdik. Ular mana shu yerda bo'lishi kerak. Bu yerda yo'q. Mana ular shu yerda turibdi. Qani ketdik do'stlar, endi qo'yib chiqamiz. Mana bu yerdan boshlasak yaxshi bo'lardi. Xo'sh, bu yerdan tashlab, ya'ni odamlar yurishga ham joy qoldirishimiz kerak. Mana shu yerdan boshlaymiz. Va nihoyat do'stlar, biz javonlarni qo'yib bo'ldik. Endi esa narsalarni qo'yish uchun joy tayyorlaymiz. Ular mana bu qutida edi. Yo'q, bu qutida emas ekan. Adashmasam mana shu qutida edi. To'g'ri, ular shu yerda ekan. Ularni olamiz. Aytgancha chiroqlarni ham olamiz. Ular do'konni yorug' tutishga yordam beradi. Qanunda bularni ham birin-ketin qo'yishni boshladik. Bularni shu tariqa ketma-ket qo'yib qo'yamiz. Va nihoyat do'stlar, biz bilan taxladik. Endi chiroqlarni ham ketma-ket qo'yib chiqamiz mana shu tarzda. Va ularni qarama-qarshi qo'ygan holda bu tarafga ham qo'yamiz. Endi esa do'kon uchun olib kelgan tovarlarimizni esa joylashtiramiz. Xo'sh, bu yerdan bularni olib olamiz. Bularni qo'yamiz, chunki xalaq berishi mumkin. Bularni ham olamiz. Okey, ozgina qoldi. Bularni qo'yamiz, chunki hozir bular narsa joylashtirayotganimizda xalaq berishi mumkin. Qani ketdik. Endi bularni ham joylashtiramiz. Bu yerdan telefonlarni qo'yamiz, ya'ni Samsung, Nokia va Galaxy telefonlarimizni. Bu javon telefonlar javoni. Keyingi javondan esa kompyuter va unga kerakli bo'lgan jihozlarni qo'yib chiqamiz. Bu yerga buni. Okey. Va kompyuterimizni esa do'stlar mana bu tepaga qo'yib qo'yamiz. Va mana u juda ham yaxshi turibdi va keyingi narsalarni ham olamiz qo'limizga.
Xo'sh, oldik. Endi esa yana qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Xo'sh, bu yerga bularni qo'ysak va do'stlar, bu yerga esa biz YouTube knopkalarini va sxemani qo'yamiz. Chunki bu javonda YouTube uchun kerakli narsalar turadi. Bularni olamiz va yana knopkalar. Okey. Bularni joylashtiramiz. Xo'sh. Va yana bir nechta YouTube knopkalar va YouTube belgilarini qo'yamiz. Bu yerga PlayStation o'yinlari va do'stlar, qarabsizlarki, biz narsalarimizni joylashtirib bo'ldik. Endi esa biz mana bu yerdan mana shu hozirgi burchakdan o'zimizga o'tirishga joy qilamiz, ya'ni kassalikka. Narsalar mana shu korobkalarning ichidan bo'lishi kerak. Xo'sh, mana bunisida ekan. Olamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan yana asboblarimizni olamiz do'stlar. Sen do'kon ochyapsanmi? Ha, ochyapman. Yaxshi. Do'kon ochilsa aksiya qilasanmi? Shuni hali o'ylab ko'rganim yo'q, ammo harakat qilaman. Xo'sh, bular aksiya qilishimni xohlayapti, ammo men hali do'konni bitirganim yo'q. Ketdik do'stlar, o'zimizga kassa qurib olamiz. Okey. Bu yerni buzamiz. Bu bloklarni olamiz, ya'ni kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerga bu bochkani qo'yamiz do'stlar va bu yerga esa bunaqa blokdan qo'yib kirish joyi va kassaning yoni. Xo'sh do'stlar, biz do'konni, ya'ni kassani qurib bo'ldik. Okey. Endi boramiz va ortib qolgan narsalarni olamiz. Bular mana bu ikkita qutida ekan. Okey, buni olamiz. Bu yerda boshqa narsalar. Xo'sh, ularni bu yerga joylashtiramiz bittama-bitta. Va nihoyat do'stlar, bizlar do'konimizni qurib tugatdik va endi buni biz jitillarga aytamiz. Okey, mana biz jitillarni chaqirib oldik. Endi esa do'stlar, biz ularga do'kon ochilishini e'lon qilamiz. Ular ham shuni kutib o'tirishibdi. Xo'sh, biz jitillarga narsalar beramiz. 1 2 3 4 5 6 va bittasi qochib ketdi. Bizda 7 ta jitil qoldi. Xo'sh, hozir men ularga narsalarni, ya'ni sovg'a sifatida beraman. Ularni olamiz, kimgadir telefon, kimgadir kamera, shu kabi narsalar. Okey, endi jitillarga beramiz. Xo'sh, mana jitillar, sizlar aytganlaringizdek sizlarga sovg'alar. Bu bunga, senga. Okey, shuningdek videomiz tugadi, ya'ni do'konning ikkinchi qismi tugadi. Ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr. Xayr, oqshom xayrli olsun.